Assalomu alaykum. Bugungi mavzu hujjatlar tarkibini noqonuniy imkoniyatlardan foydalanib olishni himoyalash. Xo'sh, o'zi hujjatlar tarkibini noqonuniy yo'l bilan qo'lga kiritish degan nom. Bunga misol uchun ruxsatsiz kirish, ma'lumotni o'g'irlash, sniffing, malware ya'ni virus orqali olish, ma'lumotlarni olish nazarda tutiladi. Buni oldini olish uchun texnik va tashkiliy himoya choralarini qo'llash zarur. Ruxsatsiz kirish deganda beda inchik narsa bo'ladi. Misol uchun sizlarda biror tizimda ishlab o'tiribsiz yoki bo'lmasa biror Wi-Fi tarmog'iga ulanib, Sims tarmog'i ma'lumotlarni almashtiribsiz. Internetda chiqib o'tiribsiz misol uchun yoki boshqa kompyuter bilan yoki boshqa qurilmalar bilan ma'lumot almashtiribsiz. Uchinchi shaxs girib turib sizni ma'lumotlaringizni qo'lga kiritadigan bo'lsa, misol uchun tayyor ma'lum dasturlar yordamida bu qo'lga tizimga girib sizni ma'lumotingizni qo'lga kiritadi. Shuning hisobidan ruxsatsiz kirish deb aytiladi. Va ruxsatsiz kirgandan keyin ma'lumotingizni, misol uchun parollaringizni yoki biror fayllaringizni olib qo'yishi mumkin. Bu ma'lumotni o'g'irlanishi birinchi ko'rinishda amalga oshiriladi. Misol uchun virus tarqatib siz kompyuteringiz yoki qurilmangizga virus tarqatish orqali amalga oshiriladi yoki bo'lmasa tarmoqqa qo'shilib turib sniffing qilinadi. Mana shu yo'llar bilan amalga oshirilgani uchun bu amallari himoya choralarini qo'llashimiz zarur bo'ladi. Xo'sh, o'zi bir yandan ketadigan bo'lsak, ruxsatsiz kirish o'zi nomi. Hozir tushuntirib bergan narsalarim bu yerda kitobiy tilda aytib o'tiladi. Misol uchun, kimda ruxsatsiz kirish huquqiga ega bo'lsa, bu maxfiylik, xavfsizlik va ma'lumotlarning mavjudligini xavf ostiga qo'yadi. Bu ma'lumotlarni himoya qilish, xavfsizlik va tizimning ishlashi bilan bog'liq jiddiy muammolar olib kelishi mumkin. Jiddiy muammolar olib kelishi mumkin deganda tizimni buzilib qolishi, misol uchun biror joylarni sozlamalarni o'zgartirib beradigan bo'lsa yoki bo'lmasa ma'lumotlarga zarar yetkazishi va hokazo amallar bajarilishi mumkin. Tasavvur qiling, faqat kadrlar bo'limi ma'lumotlarni ko'rishi kerak bo'lgan xodim. Ammo ular moliya bo'lim tizimlariga allaqachon kirgan hamkasbining kompyuterini topadilar. Xodim nozik moliyaviy hisobotlarni ko'rib chiqadi va ruxsatsiz oladi. Misol uchun bu yerda access control degan narsa bor, ya'ni ma'lumotlarga to'g'ri ruxsat berish deb aytiladi. Nazoratni cheklash deb aytsak ham bo'ladi. Nazoratni cheklash. Aynan qaysi bo'limda ichki ma'lumotlar bilan shug'ullanadigan bo'lsa, shu ma'lumotlarga ruxsat beriladi, boshqa ma'lumotlarga ruxsat berilmaydi. Misol uchun o'tgan darslarda ham tushuntirib o'tganman bu narsalarni. Access controlda birinchi bo'limni ma'lumotlari ikkinchi bo'limga berilmaydi. Ikkinchi bo'limni bu ma'lumotlari uchinchi bo'limga va hokazo shu yo'nalishda davom qiladi. Xo'sh, nima uchun ruxsatsiz kirish sodir bo'ladi? Ruxsatsiz kirish ko'plab sabablarga ko'ra sodir bo'ladi. Bu ham texnologiya muammolari, inson harakatlari bilan bog'liq. Odamlar raqamli tizimlarda bo'lmasligi kerak bo'lgan joylarga kirishlari mumkin. Ular kirish huquqiga ega bo'lmagan nozik ma'lumotlarni ko'rishlari yoki olishlari mumkin. Keling, ba'zi misollarni ko'rib chiqamiz. Misol uchun, inson omillari tushunchasida odamlar tasodifan tajovuzkorlarga kirishga yordam berishlari mumkin. Misol uchun, xodim biror sabablarga ko'ra korxonadan xafa bo'ladigan bo'lsa, yordam berishi mumkin. Uchinchi shaxsga tizimga buzib kirishini. Xo'sh, yoki bo'lmasa o'zlari sodda parollarni bilimi, axborot xavfsizligi bo'yicha bilimi kamligi tufayli sodda parollarni qo'yib qo'yishi mumkin. Misol uchun tizimga kirishda admin 1dan 8gacha, misol uchun 1dan 5gacha yoki 1 2 3 va hokazo ko'rinishda parollar, bular oddiy parollar va ular taxmin qilish yo'llari bilan oson buzib kirsa bo'ladigan
prosta oddiy taxmin qilib ko'radi va shu bilan tizimi ruxsat olib ketadi. Texnologik zaifliklar bo'lishi mumkin. Ruxsatsiz kirishning asosiy sabablaridan biri dasturiy ta'minot va apparat tizimlarining zaifligidir. Bu tizimni o'zi ishlab chiqilgan vaqti dasturchilar tomonidan biror joylari kod yozish jarayonida xavfsizligi ta'minlanmagan bo'lishi mumkin. Keyin apparat tizimlari zaifliklari, misol uchun nosoz bo'lishi mumkin bir tarafi ayrim narsalari sozlanmagan bo'lishi mumkin, ruxsatlar cheklanmagan bo'lishi mumkin apparat taraflaridan va hokazo texnologik zaifliklar bor. Noto'g'ri xavfsizlik choralari. Ba'zida muammo shundaki, xavfsizlik yetarli emas. Bu sizning tarmog'ingizga kim kirayotganini tekshirishning yaxshi usuli yo'qligini, masalan, tarmoqqa kirishni boshqarish yechimlari, ma'lumotni xavfsiz saqlamaslikni yoki muammolarni aniqlash uchun tarmoqni diqqat bilan kuzatmaslikni anglatishi mumkin. Misol uchun, binoda qo'riqchilar yoki xavfsizlik kameralari yetarli emas yoki bo'lmasa yana shuning narsani misol keltirsa bo'ladi. Noto'g'ri xavfsizlik choralarini misol uchun bo'limlar bo'yicha to'g'ri aksess kontrolni sozlanmaganligi yoki bo'lmasa 24/7 ko'rinishda kecha-yu kunduz monitoring tizimlarini amalga oshirilmaganligi va hokazo narsalarni misol qilsak bo'ladi. Xo'p, kiberjinoyatchilar aqlli fokuslardan foydalanadilar. Ular tobora murakkab usullardan foydalanadilar va ko'proq resurslarga ega bo'lishadi. Bular hisob ma'lumotlarini to'g'ridan-to'g'ri o'g'irlash yoki ruxsatsiz kirish uchun foydalanuvchilarning harakatlaridan foydalanish uchun mo'ljallangan ilg'or phishing sxemalari, ijtimoiy muhandislik taktikasi, zararli dasturlar va to'lovga qarshi hujumlarni o'z ichiga oladi. Misol uchun, biror xodimni o'rganib chiqadi, u xodim ichki ko'rinishda narsalarga qiziqadi. Shu bo'yicha phishinglarni amalga oshirishi mumkin. Ya'ni phishing, buni bilasizlar. Bugun amaliy mashg'ulot ko'rsak bo'ladi. Shu bo'yicha phishing qilish, ya'ni zararli havola berlash, havola orqali o'tib o'zini ma'lumotlarini yozib qo'yishi mumkin, o'zi bilmagan holda. Bu psixologik hujum. Ruxsatsiz kirish oqibatlarini ko'rib chiqamiz. Bo'lishi mumkin ma'lumotlarning buzilishi, moliyaviy yo'qotish, pullarni o'g'irlanishi, obro'ga zarar yetkazish. Misol uchun, kattaroq kompaniya katta pullar bilan оборот qiladigan kompaniya bo'ladigan bo'lsa, obro'siga zarar yetib qolishi mumkin. Sayti buzilishi, tizim buzilishi oqibatida, do'st hujumlar bo'lishi oqibatida, misol uchun, ishlamay qolishi mumkin tizimlari, to'g'rimi? Ko'p zaproslar berib, ko'p so'rovlar berish oqibatida operatsion buzilish, huquqiy va tartibga solish oqibatlari, intellektual mulkni yo'qotish, shaxsiy xavfsizlik buzilganligi, shularni misol qilsak bo'ladi oqibatlari. Xo'sh, ruxsatsiz kirishning haqiqiy hayotiy misollarni ko'ramiz. Bo'lib o'tgan narsa, Twitter 2020-yilda jiddiy phishing hujumiga duch kelgan ekan. Bunda tajovuzkorlar xodimlarni yuqori profilli akkauntlarga kirish va odamlarni aldab pul jo'natish nishonga olishdi. Xo'sh, keyin yana 2023-yil pastroqqa qaraymiz. Teslada sodir bo'lgan voqea. Sobiq xodimlar qanday qilib shaxsiy ma'lumotlarni xavf ostiga qo'yib, maxfiy ma'lumotlarni olib, kompaniyadan tashqari baham ko'rishlari mumkinligini ko'rsatdi. Teslada sodir bo'lgan voqea ekan. 2023-yil beda ssilkalar ham berilgan. Ssilkalar orqali o'tib ko'proq o'qib ko'rsatib bo'ladi. 2017-yilda WannaCry ransomware hujumi. Bu virus hisoblanadi. Eskirgan dasturiy ta'minotni yangilamaslik tajovuzkorlar uchun ochiq eshiklarni qoldirishi mumkin. Backdoorlar. Butun dunyo bo'ylab minglab kompyuterlarga ta'sir qilgan. Bu adashmasam o'zini-o'zi bu elektron pochta orqali kelaradi. O'zini-o'zi ko'paytirib beradigan, boshqa kompyuterlarga ham yuboradigan dasturadi. Xo'sh, davom etamiz. Ruxsatsiz kirishni oldini olishning 10 usuli.
Ana endi himoya tizimlarini ko'rib chiqamiz. Kuchli parol siyosatini yaratish kerak. Misol uchun, yana aytganimdek, admin, password 123 yoki 1dan 5gacha, 1dan 8gacha bo'lgan parollarni qo'ymaslik kerak. Qiyin darajadagi parollarni qo'yish kerak. Ya'ni ASCII jadvalindagi parollarni o'rnatishimiz kerak. ASCII jadvalida kichik narsalar bor. Simvollar, katta kichik harflar, raqamlar, shulardan tashkil topishi kerak kuchli parollar va kamida 8 belgidan iborat bo'lishi kerak, kamida. Shunday darajadagi parollarni qo'yish kerak. Dasturiy ta'minotni muntazam yangilash, ya'ni bu novuga olib keladi. Misol uchun, yangi viruslar chiqqan bo'lsa, shu viruslarga qarshi himoya yangilanib borishi mumkin. Shuning uchun ham va yangi funksiyalar qo'shiladi bu yerda, yangilash jarayonida. Hamisha yangilab turish kerak. Ko'p faktorli autentifikatsiya amalga oshirish, ya'ni ko'p faktorli autentifikatsiya bilasizlar. Birinchi login parol orqali kiradigan bo'lsa, ikkinchi faktor biror email yoki bo'lmasa telefonga kod kelishi, uchinchisi masalan bo'lishi mumkin biometrik autentifikatsiya, qo'l barmoq izlari, hokazo yuz skaneri bo'lishi mumkin. Shuning ko'rinishda 2-3 faktorli autentifikatsiyani amalga oshirib qo'yish kerak. Ya'ni birinchi faktorni tutib olgan taqdirda ham ikkinchi faktorni ololmay qolishi mumkin, qiyinchilik tug'dirishi mumkin, lekin undan tushuncha yo'q. Agar biometrik bo'lmasa, boshqa hamma amalni bajarsa, hamma narsani o'g'irlab olsa bo'ladi parollarini. Xodimlarning xavfsizlik bo'yicha xabardorligini oshirish bo'yicha trening o'tkazish, ya'ni phishingga qarshi odamlarni o'zini o'qitish kerak. Shunday phishing turlari mavjud. Shulardan saqlanish kerak deb tushuncha berish kerak axborot xavfsizligi bo'yicha barcha xodimlarga. Tarmoqqa kirishni boshqarish yechimlaridan foydalaning. Kirishni ingichka ko'rinishda boshqaramiz. Korxonalarga o'z tarmoqlariga kimlar kirishi mumkinligi to'g'risida qoidalarni o'rnatishga yordam beradi. Bu ruxsatsiz kirishni qo'lga olish va to'xtatishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Xo'sh, ma'lumotlarni shifrlash, turli xil ma'lumot shifrlash algoritmlari bor. Zamonaviy ma'lumotlarni shifrlash algoritmlaridan foydalanish kerak. Qiyin darajadagi shifrlash bu ma'lumotni albatta xavfsizligini ta'minlashni yordam beradi. Xavfsiz Wi-Fi tarmoqlari, ya'ni shifrlash algoritmlari kuchli qo'yilgan, autentifikatsiya tiplari turli yaxshi darajada qo'yilgan Wi-Fi tarmoqlarini ishlatish, ya'ni WPA3 hozirgi oxirgi texnologiya hisoblanadi. WPA3 plus tipdan algoritmlar qo'yiladi, shifrlash algoritmlar. Tip xo'sh, keyin muntazam xavfsizlik auditi va baholashlarini amalga oshirish. Xavfsizlik auditini bilamiz. Ruxsatsiz kirishga yo'l qo'yadigan zaif tomonlarni topish va tuzatish uchun muntazam xavfsizlik tekshiruvlari. Ya'ni bir marta sistemada monitoring tizimlari, umumiy xavfsizlik siyosati ishlab chiqildi. Shu siyosat bo'yicha qayta ko'rib chiqish bu narsalarni. Xo'sh, davom qilamiz. Kirishni boshqarish siyosatini o'rnatish. Kirishni boshqarish siyosatini tushunib oldik. Bunda xodimlarni faqat o'z ishlari uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarga kirishga ishonch hosil qiladi. Ya'ni yana aytib o'tganimdek, o'zina tegishli ma'lumotlarnigina o'qib biladi, faqat tizimdagi boshqa ma'lumotlarga cheklov qo'yiladi unga nisbatan. Hodisalarga javob berish rejasini ishlab chiqish, ya'ni agar biror ruxsatsiz kirish va shunga o'xshash biror hujumlar amalga oshiriladigan bo'lsa, real vaqt rejimida monitoringdan foydalanib insidentlarga qarshi siyosatni ishlab chiqish, shunda vosita bo'ladi. Qarshilik ko'rsatib bilish, aytib aytganda. Xo'sh, texnik himoya usullarini ko'rib chiqamiz. Ma'lumotlarni shifrlash, AES va RSA kuchli shifrlash algoritmlarini qo'llash, kirish huquqlarini boshqarish, masalan, Airbag va RBAC va ABAC yordamida ruxsatlarni nazorat qilish. Bu turlarni bilamiz. Access control'dagi bilan ko'rib chiqqanmiz avvalgi mavzularda. Tarmoq xavfsizligi,
firewalllarni IDS IPS tizimlarini o'rnatish, tashkiliy himoya usullari, xavfsizlik siyosatini ishlab chiqish, qoidalarga qat'iy rioya qilishni ta'minlash, xodimlarni o'qitish, muntazam xavfsizlik auditlari, kamchiliklarni aniqlab tizimdagi shoshilinch choralar ko'riladi. Misol uchun pen testing o'tkazish mumkin tizim yuzasidan. Ya'ni buzib kirishga uriniladi va buzib kiriladigan bo'lsa, aynan qaysi joydan buzib kirildi shular tahlil qilinadi va zaif joylari beklanadi. Yuridik himoya usullari, O'zbekiston qonunchiligi, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish qonunlarini bilish, tijorat sirlarini himoya qilish, qonuniy himoya vositalari, huquqiy choralar bilan xavfsizlik hujjatlar xavfsizligi ta'minlanadi. Ma'lumotlarning yo'qotilishini oldini olish, DLP tizimlari. DLP tizimlar vazifasi bor, ma'lumotlar oqimini nazorat qiladi, xavfsizlikni oshiradi. DLP joriy etish bosqichlari, rejalashtirish, sinovdan o'tkazish, ishga tushirish. DLP dasturiy ta'minotlar, Symantec McAfee kabi yetakchi yechimlar hisoblanadi ekan. Bulut texnologiyalarda hujjatlarni himoya qilish, bulut xizmatlarning xavfsizligi, ma'lumotlarni shifrlash va himoya devorlari mavjudligi, shifrlash va autentifikatsiya, 2 faktorli autentifikatsiya xavfsizlikni oshiradi. Provayder tanlashda e'tibor, reputatsiya, sertifikatlar va xizmat sifati muhim. Aynan qaysi provayderdan foydalanish ham, xizmatidan foydalanish ham bizani xavfsizligimizni ta'minlab beradi ekan. Internetdan keladigan har xil reklamalar orqali taklif qilinadigan provayderlardan foydalanmaslik kerak. Официальный sertifikatlarga ega, ko'pchilik ishonchidan kelgan provayderlarni tanlash bu yaxshi yechim hisoblanadi. Kiberxavfsizlik bo'yicha maslahatlarni ko'rib chiqamiz. Murakkab parollar o'rnatish, shubhali havolalarni hech qachon ochmaslik, dasturiy ta'minotni har doim yangilab borish. Xulosa o'rnida aytsak bo'ladi, hujjatlarni himoya qilish hech qachon to'xtamaydi. Nechun hech qachon to'xtamaydi? Nechun desa, viruslar, hujumchilar har doim aktiv holda harakat qiladi va ularga qarshi himoyalarni, doimiy himoyani albatta qilib turish kerak bo'ladi. Monitoringni ya'ni hech qachon to'xtatib qo'ymaslik kerak. 24/7 monitoring bo'lib turishi kerak tizimda. Agar sizlar xohlamasangizlar ma'lumotlar yo'qolishini, xohlamasangizlar tizim buzilishini, xohlamasangizlar umumiy aktivlar tushib ketmasligini. Usullar kombinatsiyasi texnik, tashkiliy va yuridik himoya birga ishlashi kerak. Umumiy bu gibrid tavasida bo'ladi. Hammasini birga qo'llash, demak bu eng effekt beradigan kombinatsiya bo'ladi ekan. Usul bo'ladi ekan. Kompaniya muvaffaqiyati axborot xavfsizligi muvaffaqiyatining asosidir. Agar axborot xavfsizligi kuchli bo'ladigan bo'lsa, kompaniyada demak kompaniya rivojlanishdan to'xtamaydi. Ko'p narsalarni yo'qotib qo'ymaydi axborot tarafdan. Mana shu bilan ma'ruza tamom. Ancha biroz bilimlarni umumiylashtirib sizlarga berdim degan umiddaman.